Iltimos, bolalarni sog' salomat bo'lib ketishiga shunday yordam bersalaring. Qariganingizda sinov ketdi sizga. Mana shu darvozasi yo'q uyni ko'rib turibsizmi? Bu ham mayli. Bu yerda uyning boquvchisi Ergashali aka. Mana shu uyni Ergashali akani o'rtoqlari solib bergan. O'zini sharoiti juda og'ir. Nima uchun og'ir? Hozir ko'rsangiz videoni oxirigacha. Mana kirib kelyapman. Mana eshitib muzladim. Oxirigacha ko'ring. Mana bitta xonadonda 4 ta bemor. Ergashali aka Parkinson, opasi Parkinson, ayollari jigar seryoz bo'lib qolgan. Farzandi ham dadasinikidan Parkinson. Ko'ryapsizmi? Bitta oilada 3 ta Parkinson, bitta jigar seryoz. 3 yildan beri aziyat chekib kelyapti. Sharoit juda og'ir. O'rtoqlaridan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu uyni qurishda yordam qilib qo'ldan kelgancha kirgizibdi. Hozir biz Samarqandda qildirganimizda ham 3 ta Parkinsonga taxminan 22 mingdan Samarqand qilib berganda 66 ming. Jigar seryoz. Toshkentda qildiramiz. Endi Hindistonga olib borgandan ko'ra Toshkentda qildirganimizda Toshkentda ham 20 yo'q. Hozir biz kamida 90 ming dollar pul yig'ishimiz kerak. Aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar. Hozir bemorlarimiz to'rtalgini hisobga olib qo'yilgan kartalarimizga mayda summa bilan to'ldirib qo'ymang. Chunki kartalarimiz limitga tushib qoladi. Bekarga 10 ta karta qo'yib qo'yamiz. 10 ta kartalarimizni boshiga harakat qilib ko'ring, ikkinchisiga, uchinchisiga, oxirgi 10-siga hammasiga harakat qilib ko'ring. Tushira olmasangiz, keyin limitga tushgan bo'ladi. Kechasi 12:00 dan keyin yangi limit ochiladi. Aziz vatandosh, iltimos, mayda summa bilan to'ldirib, bu 90 ming dollar hazlagan pul emas. Jigar seryoz bilan qanchadan beri? Jigar seryozga 2 yil bo'lyapti. Bilganiga 2 yil bo'ldi. Undan oldin boshlangan, endi borib oxirgi etapiga kelibdi. Yo'q. O'zlarim uchun yashashim kerak, kurashish. Nechta bolalaringizdan? 2 ta, bitta o'g'il, bitta qizim bor. Bu o'g'lingiz ham Parkinson bo'lib qolgan-a? Qotmasidan bo'libdi-da bu yo'g'a. Yordam beringlar. Hammalardan so'rayman. Onamsiz qolganmiz yoshligimizda. Iltimos sizlardan yordam beringlar. Shu opamni bolalari, ukamni bolalari bizni uyimizga tushmasin. Yordam beringlar, sizlardan iltimos qilaman. Sog'ayib ketsin, o'zlari katta qilsin bolalarini. Ihson qilganlarni Allohim jannatlarda uy bilan siylasin. Men jildan beri qaraydim. Iltimos shu dadamni ham bizni baxt kamolimizni ko'rsin. O'g'a, hozir kelinlarni ham hammasini ovqatlarini o'zingiz Eshik yo'lda o'zim chipirib, o'zim mana qilaman. Uylarda ham Hech buni qilmaydi. hammasini o'zingiz Hammasini qilasiz. o'zim qilaman. Endi ikkitasi aydan non qiyizib, avvaldan qiyizib qilaman. Qayerda ishlaysiz o'zingiz? Men endi pensionerman. O'sha bilan ro'zg'or qimlatasiz. Jo'mur o'zim. Xalqimizga nima deysiz xalqimizga? Iltimos, bolalarni sog' salomat bo'lib ketishiga shunday yordam bersalaring. Qariganingizda sinov ketdi sizga. Mana ko'ryapsizlar aziz vatandoshlar. Bitta oilada 4 ta kasal boquvchi yotib qolgan. Otani o'zi pensiyaga havola qilib, qo'shnilarga non yoptirib qildirib beradi. Bu yerda opachasi Parkinson, akani o'zi Parkinson, ayollari jigar seryoz bo'lib qolgan. Bitta falasi ham Parkinson. Kelinglar aziz vatandoshlar, bularga hozir kamida 90 ming dollar pul yig'ishimiz kerak. O'shaning uchun quyida qo'yilgan kartalarga iltimos, men o'zim uchun so'ramayapman. So'rasam bemorlar uchun so'rayapman. Iltimos, mayda summalar bilan to'ldirgandan ko'ra ko'proq videoni tarqating, summani kattaroq tashlashimiz kerak. 4 ta bemorning hisobini olib pul sotsanglar xursand bo'lardik. Iltimos, keyin ko'pchilik pul tushmayapti deydi, baraka topinglar.
Hamma videoni qo'yganimizki boshidagi kartalarga harakat qiladida, yo'q. Kartani hammasiga harakat qilib ko'ring, baraka topib ko'ring. Eng tagidagilar limitga tushmasdan shunday qolib ketyapti. Hamma boshidagi 3-4 taga harakat qilaveryapti, qolganlar mana 10 ta karta qo'yganmiz aziz vatandoshlar. Bu bemorlarni bankka olib borib bo'lmasligi bilasizlar juda yaxshi. O'shaning uchun bu boquvchining, bu bemorimizning tog'alari, ism familiyasi nima? Jalol Badrov. Kelinoyisi, ismi nima? Jalolova Zulhumar. Keyingisi bemorimizning xolalari Sanobarxon Jumayeva. Undan keyin bo'lalari ikkita. Jaloliddinov Abdusattar, Mamajonov Yoqubjon. Mana shu ism familiyalar chiqsagina keyin pul soling. Iltimos hammasiga harakat qilinglar, iltimos sizlardan aziz vatandoshlar. Aziz vatandoshlar, juda ko'pchilik bemorning telefon nomerini bering. Bemorning lokatsiyasini bersangiz boramiz deyishadi. Odatda biz bemorning uyini lokatsiyasi bilan telefon nomerini bermaymiz. Nima sababdan? Birinchidan telefon nomeri orqali kartadagi pullarni yechib oladi hakkerlar nomer orqali. Ikkinchidan lokasiya orqali aldab ehsonim bor deb mana yerda juda ko'p dunyo odamlari yig'ilib olyapti. Bemorim bor edi, unim bor edi. O'shaning uchun odatda biz bemorning karta raqami bilan telefon nomerini, manzillarini qo'ymaymiz. Lekin hozir Farg'ona viloyati Buvaydadamiz. Aziz vatandoshlar, endi Toshkent shahridagi saxovatpeshalar, bizning naqd beruvchi homiylarimiz. Aziz vatandoshlar, mana Mohirani rasmini qo'yib qo'yibman. Mana shu qiz boradi, bizga telefon qilsanglar, quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilsanglar, iltimos 4 ta bemorning yo'lini to'sib, kasalim bor edi, bemorim bor edi, bu nomerlarga boshqa vajlar bilan bezovta qilmang. Sizlardan o'tinib so'rayman. Hozir imkoniyatim yo'q. Imkoniyat boshqa yerdan izlaylar. Mana shu bemorlarning yo'lini to'sib turibsiz. Naqd pul bermoqchi bo'lganlarning yo'lini to'sib telefonda zaynat qilmanglar. Iltimos sizlardan. Endi aziz vatandoshlar, mana ko'ryapsizlar, har haftalik beradigan homiylarimiz bor. $500, $100, $200, 10 million so'mlik beradiganlar ham bor. Kelinglar tadbirkorlar, saxovatpeshalar. Kelinglar safimizga qo'shiling. Har haftalik $50 ajratasizmi, $100danmi, $500danmi ajratib qo'ying. Har haftalik bemorimizga o'zingiz hisobini qo'shing. Bu degani siz bir oyda 4 ta bemorning hojatini chiqarasiz. Endi bu yerda ko'ryapsizlar aziz vatandoshlar, 4 ta bemor. $90,000 bu hazlagan pul emas. Imkon qadar harakat qilamiz. Hasbinalloh ni'mal vakil. Men sababini qilyapmanmi? Siz ham sababini qiling. Imkon qadar birinchi o'rinda videoni jo'natish tugmasini bosib hammaga yuboramiz, like bosamiz, kommentariyaga saxovatpeshalarini chorlaymiz. Xudo xolasa biz 24 soat ichida uddalashimiz kerak. Bugun 2-iyul haftaning payshanba kuni, ertaga 3-iyul juma kuni soat 9:00 gacha 24 soatlik hisobimiz ochildi. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu bemorlarni o'ylaganlar, mana shu 4 ta bemorni yashab ketishga sababchi bo'lgan insonlarni Alloh jannati na'imlarda qilsin. O'zini jamoliga, rahmatiga, jannatiga erishtirsin.